Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videomiz chiroyli raqamlar, avto raqamlar olish haqida bo'ladi. Ko'pchilik mana hozir yangi auksion raqamlar chiqdi, chiroyli raqamlar. Auksion bekor bo'lib ketdi. Uni o'rniga mana 3 xil toifadagi raqamlar bor. Shu puliga qarab, harflariga qarab 3 xil toifaga bo'linadi. Shu raqamlarni tanlash uchun ko'pchilik kompyuterchilar boradi, ya'ni kimgadir aytib qanchadir xizmat haqqi to'lab shu raqamlarni hozir xarid qilishyapti. Shuni hech kimni yordamisiz programma orqali o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi, hech kimga ortiqcha to'lov qilmasdan. Faqat o'sha raqamni sotib olguncha o'sha qancha bo'lsa o'sha to'lovni qilib sotib olishni hozir ko'rsatib beraman oson yo'lini. Birinchi mana shu avtoraqam programmasi bor. Ko'pchilik Play Marketga kirganda yo App Store'da chiqmayapti mana shu avtoraqam programmasi deb aytishadi. Uning uchun to'g'ri Play Marketga topish qiyinroq. Birinchi Google'ga kirasiz. Google'ga kirib mana avtoraqam.uz deb yozsanglar, birinchisiga kirmaysizlar. Birinchisi bu yopilib ketgan o'sha auksionga o'ynaladigan raqamlar sayti. Bu 1-oktyabrdan keyin 2025-yil 1-oktyabrdan keyin yopildi bu sayt. Sayt yopilmadi, turibdi, lekin auksionda raqam olish bekor qilindi. Uni o'rniga mana pastida avtoraqam.uz sayti bor, shunga kiramiz. Mana shu yerda pastiga tushsanglar, agar shu orqali ham olsanglar bo'ladi, o'sha Google'dan kirib saytga xohlasanglar pastida Google bu App Store deb yozilgan joy bu. O'sha ustiga Google Play ustiga bosib tursanglar, mana chiqib keladi o'zi avtoraqam. O'sha Play Marketga post berganda avtoraqam deb yozsanglar chiqmaydi, lekin mana shu yerdan turib bossanglar birdan chiqib keladi. Endi menda ustanovka bo'lgan, o'rnatilgan shu programmani ochamiz. Mana raqamlar hammasi bor. Bu yerda mana jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga raqam olsa bo'ladi. Buni olgandan keyin birinchi navbatda nima qilasizlar? Mana bu pastda o'ng tarafdagi odamcha rasmi bor. Shunga kirib turib, mana shu ma'lumotlarga, mana shu yerda mana ma'lumotlarim turibdi. Hammasini kiritish kerak pasport ma'lumotlaringizni, chunki keyin sotib olganlaringizdan keyin raqamni yana birov nomiga ochib qo'ymanglar, o'zlaringiz nomlaringizga bo'lish kerak. O'sha mashinani oladigan vaqtlaringiz, mashinaga raqam toqqanlaringizda ham o'sha nomer ham o'zlaringiz nomlaringizga olgan bo'lish kerak, mashina ham o'zlaringiz nomlaringizga bo'lish kerak. Yoki qanaqadir olgan taqdirda ham yo aka-uka qandaydir qarindoshlarga hadya sifatida qilsanglar bo'ladi, lekin begona nomi olsanglar o'zlaringiz nomlaringizga toqa olmaysizlar. Iloji boricha o'zlaringizni ism familiyalaringizni kiritib, ma'lumotlaringizni kiritib keyin xaridlarga o'tsanglar bo'ladi. Mana jismoniy shaxsga kiramiz. O'zingizga yoqqan raqam tanlaysiz, masalan 70 ni endi qanday raqam? Endi xo'p. Xohlagan kombinatsiyani kiritib, endi men taxminan mana shunday holatga mana qidirishni bosamiz. Mana bor ekan. Shu raqamni masalan sotib olmoqchisiz. Endi qaranglar, bu yerda 111 olmoqchisiz da, bu harflar har xil qanaqa harf borligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bunday chiqarib, mana chiziqchasi bor. Hammasini ko'rsatib beradi. Bunday holatda qidirishni bossanglar, mana hamma 111 chiqib keladi. O'zingizda viloyatingizda raqamini, o'sha region raqamini kiritasizlar. 70 01 60 vodiy hamma kiritib, mana xohlagan raqamlaringizni kiritib tanlab olaverasizlar. Hammasi to'lov har xil. Eng arzoni 4.900.000 qancha, undan keyin 8.600.000 qanchaligi bor, 12.360.000 shunday. Eng qimmati shu 3 xil toifaga bo'linadi. Ichidan tanlab, harflarning terishiga qarab, chiroyliligiga qarab narxi baland bo'lib ketaveradi. Endi shuni masalan endi oldinglar, raqamni tanladik. Mana shu raqam bo'ladigan bo'lsa, mana raqam narxi yozilgan bo'ladi va mana bu yerda dvigatel turi benzin yoki adashib yana agar elektromobil bo'lsa, elektromobilni kiritish kerak. Yoki benzin bo'lsa, benzinni kiritish kerak. Ko'plar adashib o'sha elektromobil kiritib qo'yapti.
o'sha nomerga yozilgan joyga bilsanglar, elektromobillarniki yashil rang va bo'yalgan bo'ladi. Shunaqa nomer berib qo'yishyapti. Uni keyin yana ustiga borib bo'yatgandan ko'ra birdan benzin deb kiritinglar, adashib yana kiritib qo'ymanglar. Agar mashinalar benzinli bo'lsa yo gazli, metan, propan farqi, o'sha benzin kiritasizlar. Agar elektromobil bo'lsa, elektromobil deb kiritasizlar. Keyingini bosamiz. Qaranglar, bu yerda ogohlantiryapti. Nomerni band qilasiz. Agar 20 daqiqa ichida to'lov qilmasanglar, buniki band qilish bekor bo'ladi. Yana sotuvga chiqib ketadi raqam. Bunday band qilib olib qo'yib bo'lmaydi buni. 20 daqiqaning ichida birdan to'lov qilish kerak. Shuning uchun to'lovni o'zlaringizning nomlaringizda bo'lgan plastikda pul tashab qo'yasizlar. Necha pul, qaysi nomer tanlasanglar, o'sha 8 million qanchalik, 12 million qanchalik nomerlarni o'sha plastik kartalarga pulni tashlab qo'yinglar birdaniga. O'sha raqam olayotganda keyin o'sha nomerni band qilgandan keyin 20 daqiqa ichida birdan to'lovni qilib o'tkazib yuborish kerak. Shu haqda ogohlantiryapti. Tushunarli deb yozdik. Hududni tanlaymiz. Hudud masalan endi bizning Qashqadaryo bo'lsa, Qashqadaryoni tanlaymiz. Filial mana birinchi, mana Qashqadaryo viloyati va buni tanlaymiz. Mana qaysi endi o'zlaringizning tumanlar yo shaharda qaysi o'zlaringizga yaqin bo'lgan o'sha gayni manzilini tanlaysizlar. Borib olishlaringizga yaqinroq bo'lsin, uzoqroq joy tanlab qo'ysanglar, o'sha yerga borishlaringizga to'g'ri keladi. Shunga qarab so'rab surishtirib yaqinroq joy tanlaylar. Keyingisiga o'tamiz. Shijer kiritilgan. Tug'ilgan sanani kiriting deyapti. Tug'ilgan sanani kiritamiz. Mana bu yerdan One ID programma bilasizlar, hozir hamma o'sha anondan o'tgan MyGov'dan o'sha orqali manaki kamerasizni shaxsingizni tasdiqlaydi, o'shanga yuzni tutib. Mana shaxs tasdiqlandi. Mana pastda chiqib keldi o'zi, ism, familiya hammasi. Endi keyingini bosamiz. O'sha keyingini bosgandan keyin mana pastda mana bu odamchaning ustiga bossanglar, mana bu sizlar haqida ma'lumot bo'ladi va xaridlarim degan joyi bor. O'sha xaridlarim ustiga bosib, mana bandlanganlar degan joyda manaki nomerni band qildik. Biz hozir shuni 20 daqiqani ichida to'lov qilmasak, bu yana bekor ketadi, sotuvga chiqib ketadi. Shuni mana yana ustiga bosamiz. Mana buyurtmalari, mana shu raqamni band qilganmiz. Mana to'lov hammasi. Endi qarang, buyurtma xohlasangiz bekor qilishingiz mumkin yoki qanday statusni yangilash. Endi masalan to'lamoqchisiz pul, plastikingizga pul tayyor turibdi. Plastik ham oldingizga turishi kerak. Plastik raqami, sroklarni kiritasiz. Mana to'lamoqni ustiga bosamiz. Xohlasangiz shunday joylari bor ekanki, bunda keyinroq qanchadir miqdorini to'lab qo'ysangiz, o'sha nomerni o'sha miqdor to'lagandan keyin 10 kun ichida nomer olishingiz kerak va nomer to'qasiz. O'sha oldi sotdi qilasizmi farqi, o'sha oldi sotdi 10 kun ichida qilgan vaqtingiz qolganini to'lab yuborsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz birdan hammasini to'lang. Bo'lmasa qanchadir 1 million 2 million to'lab qo'yib, o'sha nomerni band qilib qo'yadi, o'z nomingizga turadi. Keyin borib nomerni olguncha qolgan to'lovni, lekin o'sha nomerni oladigan vaqtingiz gayidan texpasport bilan birga o'sha nomerni to'lovni to'liq qilgan bo'lishingiz kerak. O'shanga qarab uni ish qilsanglar bo'ladi. Mana shu pastda keyinroq to'lashi bor. O'shanga bossanglar, keyin qanchadir miqdorini oladi, qolganini keyin to'lasanglar ham bo'ladi. Agar birdan to'lamoqchi bo'lsanglar, mana o'zini programmasi bor. Mana pastda o'qisanglar, Infinity Pay degan bor. Shuni ustiga bosamiz. Mana o'zini programmasi bu. Bu yerda qanday qilasiz? Mana bu yerda karta raqam bor. Karta raqamni to'liq o'zi o'sha pul tushgan karta raqamni kiritasiz. Mana bu yerda amal qilish muddatini kiritishingiz kerak. Va mana bu yerda to'lovni amal, endi men hozir to'lov shunchaki sizlarga ko'rsatib berish uchun shuni qildim.
Mana bu yerda ommaviy ofertaga o'qib chiqdim va qabul qilaman degan joyga bosib qo'yish kerak. Mana keyin to'lov chiqadi. O'sha yerda man plastik raqamlarni kiritib, o'sha amal qilish muddatini kiritgandan keyin to'lovni amalga oshirish tugmasini bossanglar, o'zi sizlardan avtomatik tarzda o'sha pulni yechib oladi. O'sha plastikka pul bo'lsa, o'sha kerakli summani yechib oladi va nomer sizlarning nomlaringizga o'tadi. O'sha qaysi nomer bo'lsa ham. Endi men bu yerda davom etmadim, chunki men shunchaki ko'rsatib berish uchun qilib berdim sizlarga. Shu davom to'lovni amalga oshirishni bosasizlar va to'liq sizlarga nomer o'tadi. Keyin nima qilasiz? Keyin manaki mana bu yerda o'zi bandlangan joyi bor, manaki nomer turibdi. Sotib olinganga o'tsanglar, keyin mana sotib olgan nomerlarni mana shu yoqqa birdan ko'rinmasligi mumkin. Где-то 2 minut, 3 daqiqadan keyin mana shu yerga to'lov qilganlar sotib olingan joyiga o'tadi. O'sha to'lov qilganlaringizdan keyin shu nomer sizlarning nomlaringizga o'tadi. Agar oldi sotdi qilgan bo'lsanglar, o'sha 10 kun ichida o'sha nomerni olib gaydan borib taqish kerak. Ya'ni gayga borgandan keyin bundan tashqari yana agar mashin o'zingizda nomingizda bo'lsa, oldi sotdi qilinmagan, shunchaki nomerni almashtirmoqchi bo'lsangiz, uni katta to'lovi 300 qancha to'lov qilinadi. Agar siz oldi sotdi qilgan bo'lsangiz va o'sha birdaniga auksion nomer chiroyli raqamni olmoqchi bo'lsangiz, unda agar hozir yangi qonun chiqdi, yana gazga ham hujjat qilish kerak ekan, qanaqadir QR kodli gazga. Umumiy hisoblaganda o'sha majburiy sug'urtalar bilan 3,5 million ketadi. O'shanga qarab hisob kitoblaringizni olib boringlar. 3,5 million o'sha oldi sotdi qilingan bo'lsa mashin chiroyli raqamni to'lovidan tashqari yana 3,5 million o'zini gayga to'lovlari bor har xil. O'sha borasizlar, mana texosmotrdan o'tkazasizlar, to'lovni qilasizlar. Navbat ko'p bo'lmasa, yarim soat, 1 soatga nomerlaringizni chiqarib topshirishadi. Bemalol to'q ko'rsanglar bo'ladi. Birovga borib, iltimos qilib, kompyuterchilarga qaysidir balkim to'lov qilinayotgandir, o'shalar ham bepul qilib bermaydi. Shu ular to'lovni qilib, o'shalar orqali olganlaringizdan ko'ra bemalol o'zlaringiz olsanglar ham bo'ladi. Mana shu orqali agar videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.